hozir qo'limdagi kofeni ichib bo'lguncha men sizga qanaqa qilib shaxsiy brend xizmati orqali 0 dan 10 oy ichida $3000 daromadga chiqishi barcha yo'llarini, xaritasini sizga o'rgataman va sizga ko'rsataman. Qanunda sekin boshladik. O'shaning uchun sizlar menga o'xshab shunaqa bemalol o'tirib, kofe choy damlab oling, chunki bugungi darsimiz uzoqroq davom etishi mumkin. Qanunda boshladik. Xo'p, bugungi darsimizda aynan ikki xil toifadagi insonlar uchun, ya'ni qanaqa insonlar uchun. Agar siz mana shu ikki toifani bittasiga kiradigan bo'lsangiz, darsni aniq oxirigacha ko'ring, chunki sizga juda ham foydali bo'ladi. Hattoki bugungi mana shu darsimiz sizni hayotingizni o'zgartiradigan dars bo'lishi ham mumkin. Xo'p, unda birinchi toifa. Agar siz mana shu shaxsiy brend sohasiga hali yangi kirib kelayotgan bo'lsangiz, hali yangi mutaxassis bo'lsangiz, umuman 0 dan kirib kelayotgan bo'lsangiz, bu siz uchun aynan siz uchun bu dars. Ya'ni yangi zamonaviy soha o'rganish xohlab yuribsiz, lekin qaysi sohadan ketishni bilmayapsiz yoki sohangizni o'zgartirmoqchi bo'lib yuribsiz, lekin qanaqa qilib tezroq daromadga chiqadigan yangi soha tanlashni bilmayapsiz yoki talabasiz va qo'shimcha soha o'rganib yanada ko'proq pul topishni xohlayapsiz yoki davlatda ishlaysiz, lekin qo'shimcha hunar o'rganmoqchisiz yoki uy bekasiz va uyda o'tirib ham qanaqadir yangi soha, yangi kasb o'rganmoqchisiz yoki mana shu zamonaviy sohalarga oid biron bir kursda o'qigansiz, lekin hali zo'r natijaga erishmagan bo'lsangiz, aniq bugungi darsni oxirigacha ko'ring. Xo'p, endi ikkinchi toifa. Agar siz mana shu marketing sohasida yurgan bo'lsangiz, masalan, SMMchi, marketolog, targetolog, umuman mana shu media sohasida yurgan bo'lsangiz, lekin hali hayotingizda navbatdagi keyingi darajaga chiqmoqchi bo'lsangiz, aynan siz uchun dars oxirigacha ko'ring. Ya'ni siz bir necha yildan beri marketing sohasidasiz, lekin hali ham daromadingiz o'sha $1000 dan oshmagan, ya'ni bitta summada qotib qolgan yoki doim yangi loyihalar olasiz, lekin natija yo'qligidan loyihalaringiz tez ketib qolaveradi yoki loyihalaringiz narxi juda ham arzon va narxini oshirishda doim qiynalasiz yoki loyihalar olasiz, lekin hamma operatsion ishlar sizni bo'yningizda. Masalan, bitta shu qanaqadir loyiha olasizda, videosini ham o'zingiz qilasiz, montajini ham o'zingiz qilasiz, targetini ham o'zingiz qilasiz, hammasini o'zingiz qilasiz. Ya'ni mana shunaqa mayda ishlarga aralashib qolgansiz yoki faqatgina bitta loyihaga bog'lab qolgansiz, o'sha loyihadan kechib keta olmaysiz va yangi loyihalar ola olmaysiz. Yoki o'zingiz biron bir agentlikda ishlaysiz, endi o'zingiz alohida chiqib ishlamoqchisiz. Yoki sizda ustozingiz yo'q va mana shu sohada keyingi darajaga chiqib, hayotingizni butunlay o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, aynan mana shu video siz uchun oxirigacha ko'ring. Xo'p, o'rtoqlar, bugun siz bilan nimalarni ko'rib chiqamiz? Keling. Bugungi dars rejasi qanaqa? Nimaga hozir shaxsiy brend sohasini tanlashingiz kerak? Nimaga hozir bu soha juda ham aktual bo'lyapti? Shaxsiy brend mutaxassis bo'lib oyga necha pul ishlash mumkin? Aniq raqamlarda, aniq faktlar bilan siz bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu soha kimlarga to'g'ri kelmasligi va qiyinchiliklar haqida. Ya'ni bu soha hammaga ham to'g'ri kelmaydi. Bu sohada ham qiyinchiliklari bor va hamma uchun ham birdan zo'r bo'lib, birdan hamma tez natijaga chiqib ketmaydi. Shaxsiy brend mutaxassis sifatida birinchi 10 oyda nimalar qilishingiz kerak? Aniq oyma-oy yo'l xarita sizga. 0 dan $3000 gacha aniq qadamdan nimalar qilishingiz kerak, nimalar qilsangiz nimalar bo'ladi. Hammasini ko'rib chiqamiz va qanaqa qilib o'zingizga doim mijozlar topishingiz mumkin va qanaqa bunaqa tizimni ishga tushirish mumkin va xizmatingiz narxini qanaqa qilib oshirish va qimmat sotishi eng muhim 7 ta qoidasini ko'rib chiqamiz va oxirida qanaqa qilib menga siz shogird bo'lib tushishingiz mumkin va men bilan birgalikda o'sishingiz mumkin. Hammasini ketma-ket ko'rib chiqamiz. Shuning uchun bemalol o'tirib oling, mana shunaqa menga o'xshab kofe choy damlab olsangiz, xudo xolasa oxirigacha bemalol o'tirib suhbatlashamiz. Xo'p, siz o'zi nimaga meni eshitishingiz kerak? Balki siz meni oldin ko'rmagan bo'lishingiz mumkin, balki hali men siz uchun begona bo'lishim mumkin, lekin ko'pchilik auditoriyamiz meni taniydi. Shunda ham men o'z haqimda ozgina ma'lumotlarni berib ketaman. Men Farruh Saliyevman. Mana shu sohaga kirganimga umumiy hisobda 10 yil bo'ldi. Ya'ni kollejda paytim 2015-yil bu sohaga sekin kirib kelganman va asosiy faoliyatim 2021-yili ish sifatida boshlaganman. Umumiy hisobda 10 yil bo'ldi va ishlashni boshlaganimdan beri 5 yildan oshdi. Hozirgacha mana shu juda ham ko'p insonlar bilan ishlaganman. O'zimning Spero MTJ agentligim bor. 100 ga yaqin tadbirkorlarga shaxsiy brendlarni qurishda, sotuvlarni oshirishda yordam berganman. Undan tashqari 50 ga yaqin o'zimning offline ravishda shogirdlarim bor va 100 ga yaqin onlayn shogirdlarim bor. Shuning uchun siz meni oxirigacha eshitishingiz kerak, chunki bu soha bo'yicha menda bir necha yillik tajriba mavjud. Xo'p, meni tanimaydiganlarda savollar paydo bo'lishi mumkin. Mana siz o'zingiz shu sohada bir necha yillardan beri yurgan ekansiz, lekin hozirgacha qanaqa natijalarga erishdingiz? Biza mana shu sohaga kirganimizdan keyin bizda qanaqa moddiy natijalar bo'ladi degan savollar paydo bo'lishi mumkin. Shu sababli qisqacha
yani bu o'zimni kichik yutuqlarimni aytib ketaman. Ya'ni bu narsani siz maqtanishga yo'ymang. Masalan, mana hozirgacha mana shu sohani ortidan Xudoga shukr yaxshi mashinalar haydadim masalan. Undan tashqari mana har yili ota-onamga chet elga sayohat yo'llanmasini sovg'a qilaman. Ya'ni bu narsa meni hayotimdan odat tusiga kirgan. Har yili har xil davlatlarga ularni sayohatga yuboraman. Undan tashqari men o'zim ham mana sayohatga chiqishni boshladim. Undan tashqari o'zim ham nima deydi, Toshkent shahridan o'zim ham bir nechta shaxsiy xonadonlarim bor, xonadonlar sotib olganman. Undan tashqari mana shu soha bilan jiddiy shug'ullanaman. Menga juda ham yoqadi. Masofadan ishlayman, xohlagan paytimda ishlayman, xohlagan joyimda ishlayman. Va undan tashqari mana hozirgacha 100 dan oshiq insonlarga mana shu sohani o'rgatdim, o'qitdim, o'quvchilarim bor, shogirdlarim bor. Ya'ni bu ba'zi bir o'sha kichkina natijalarim. Xo'p, siz aytishingiz mumkin, bu natijalar faqatgina o'yingizdanmi deb. Yo'q, faqatgina o'yingizdan emas, balki meni bir nechta shogirdlarim ham juda ham yaxshi muvaffaqiyatlarga erishib kelishyapti. Masalan, ulardan ba'zilarini sizga misol qilib keltiraman. Alloh shukr, men oldin kelgan paytda butunlay nol edi va boshqa sferada edi. Va oxirgi paytlar proyektlari juda ham zo'r ketyapti. Xo'p, oxirgi proyektingda nima bo'ldi oxirgi oyda? Ekspertimizning sahifasiga 35 kun ichida 40 ming yaqin jonli obunachi olib keldik. Salkam bir oyda 40 mingta jonli obunachi. Bir oydan ozgina ko'proq. Eng qiziq joy o'sha proyektingda mana shu bir oylik xizmatingga necha pul olding? Agar sof foyda haqida gaplashadigan bo'lsak, men shu 35 kun ichida 2 mingni hammaga to'lov qildilar. 2 mingdan oshiqroq pul olding. Da. Sof foyda o'zingga. Xarajatlar o'zi to'ladi. Da. Aka, siz bilan biz o'tgan yili shogirdlik to'rga kelganmidingiz? Shunga kelgandingiz-a? Mana Kamoliddin aka bilan undan keyin mana shu shogirdlikda o'qidilar, undan keyin birga ishladik. Ular juda ko'p loyihalar qildik birga, ya'ni birinchi shogird bo'lib keldilar, akalar bo'ldi o'zi. Nimalar qilib yuribsiz hozirgacha? Qurilish, ta'lim, sog'liq bilan ishlaymiz. Shu loyihalar bo'yicha. Oxirgi bo'lgan o'sha keys ko'pchilik buni so'rayapti. Hozir ham davom etyapti bu loyiha. Qurilish bo'yicha bitta rilsda 10 ta uyga shartnoma tuzilgan, birinchisi. Bitta rils orqali. Bitta rilsda 10 ta uyga. Bir kunda 8 soat ichida call centerga 10 ta shartnoma tuzilgan aynan rilsdan. Ikkinchisi, bu loyihaga 21 kunda lead generatsiya target bilan 5 milliarddan ko'p savdo bo'ldi. Shogirdlik kelganingizdan keyin har tomonlama o'sish bo'ldi sizda. Networking tomoni juda zo'r o'sish bo'ldi. Besplatniy networking. Hamma taniydi. Kimgadir chiqishim shart emas, muammo sразу yechiladi. Ham networking bo'ldi, ham sohaga o'sdingiz, ham daromadda ham o'sish bo'ldi. Daromadda ham, komanda bo'yicha ham. O'sha komanda qurishni ham o'rgangan. Xullas, bu Diyorbek, o'zimni jiyanim, xolam o'g'illari, eng nima deydi, eng birinchilardan bo'lgan shogirdlarimdan bittasi. Bugun mana Gentra oldi. Tabriklayman. Keyingilar Malibu bo'lsin. Sohaga kirgan qancha bo'ldi? 1,5 yil. Zo'r. Esingda bo'lsa, o'sha paytda bosh sohada ketmoqchi eding. Dasturlashdan chiqib bu yoqqa o'tib keldim. Jiyanim olib kirgan, mana shu sohada ketgan, zo'r pul topsa bo'ladi deganman, mana sekin Gentra takoy zo'r. Shukr, men yomon bo'lmadim degan. Abdulaziz bilan o'rtog'im o'zimni, kollejda birga o'qiganmiz Abdulaziz bilan. Abdulaziz birinchi shogirdlik gruppamda o'qigansan-a? Birinchi potokda o'zim o'qib berganman. Undan oldin nima ish qilarding? Undan oldin Yandex qilardim. Kira qilarding-a? Shunaqa. Tirikchigan ham yo'q. Hozir o'zingning proyektlaring ham bor-a? O'rtacha chek shu kelasi общий 2000 plus. Rezultatda qanaqa proyektlaringni? Bittasini o'zim noldan qilganman. Nechta obunachigacha? Hozir 70 mingta pashti. Noldan 70 ming chiqdi. Pashti 70. Mana ikkinchisi-chi? Ikkinchisida uni где-то 8 mingligida oldim. Hozir pashti 20 mingga yaqinlashib qoldi. Gap yo'q. Zo'r. U necha pul proyekti? U kelasi общий e'tiborimiz 2000 plusda общий. Zo'r, men skromniy yana. 1 yil oldin oldim kelgan payti umuman nol edi, hali maktab o'quvchisi. Nechinchi sinf eding? Payt 10-sinf. 10-sinf edi. Mana hozirgi o'zing olayotgan loyihalar qanaqa loyihalar olyapsan o'zi? Nima bo'yicha ishlayapsan? Hozir bitta SMM proyekt bor, shaxsiy brend proyektlar bor. Ularni Nima yo'nalishda o'ylaysiz? Necha puldan olyapsan keyin? SMM proyektimi? Detskiy kiyim bo'yicha. Shaxsiy brendlar, ayollarning salonlari bo'yicha. Zo'r, ularni necha puldan olyapsan unaqa proyektlarni? Cheklari o'zi nima xohlashiga bog'liq, asosan $1000 dan boshlanadi. Xo'p, endi keling darsning asosiy qismiga o'tishdan oldin qisqacha men o'zi bu sohaga qanaqa kirib qolganim haqida ozgina sizga gapirib ketsam. Xo'p, o'zim boshida 2015-yilda birinchi mana shu marketing sohasiga qadam qo'yganman, ya'ni kollej paytimizda men marketing haqida fundamental va nazariy bilimga ega bo'lganman. Undan keyin 2021-yilda o'zimni eng birinchi SMM bo'yicha loyihamni oldim va faoliyat yuritishni boshladim.
O'sha payti men bu loyihani g'irt tekinga olgandim, pulga emas va aynan mana shu siz ko'rib turgan IELTS Zone o'quv markazini SMM loyihasini olganman va yuritishni boshlaganman. Undan keyin o'sha bu loyihani bepulga olib, natijasini zo'r qilgandan keyin bu loyiha bilan biz pullik shartnoma qilib ishlashni davom ettirganmiz va oxirgi marta ishlaganimda $2300gacha narxini ko'tarib mana shunaqa narxda ishlagandim va bu loyiha bilan biz juda ham ko'p, adashmasam bir 1,5-2 yilcha ishlaganmiz. Xullas, mana shu loyihamiz muvaffaqiyatli bo'lgandan keyin mana shu o'quv markazini asoschisi Bekzod Mirahmedov, ya'ni tanishingiz mumkin, O'zbekistonda birinchi IELTS 9 olgan inson, shu insonni shaxsiy brendini qurish bo'yicha men taklif berganman va bu inson bilan ishlashni boshladik. Bu insonning ham shaxsiy brendlari juda ham muvaffaqiyatli bo'lganda, noldan to bir adashmasam 100 mingdan oshiq obunachigacha biz birga ishlaganmiz. Juda ham zo'r ko'tarilgan, juda ham natijalar yaxshi bo'lgan. Shunaqa qilib xullas Bekzod aka bilan ham o'sha paytlar biz hamkorligimizni o'sha paytlarda oyiga $1,500 biz ishlardik. Shunaqa qilib mana shu sohaga men birinchi qadamlarimni qo'yganman va jiddiy shug'ullanishni boshlaganman. Mana shu loyihalarimda muvaffaqiyatli natijalar bo'lgandan keyin nima qilganman, bu sohaga jiddiyroq kirishni boshlaganman-da, o'zimga kichkina ofis olib, jamoa qilib, agentlik qurib, ko'plab shu tadbirkorlar, mutaxassislar bilan hamkorlik qilib ishlashni boshlaganman. Ya'ni ularni shaxsiy brendini ko'tarib berish, ya'ni ularni Instagramlarini yuritib berish, obunachilarini ko'paytirib berish, zo'r prosmotrlar qilib berish, zo'r kontentlar qilib berish bo'yicha o'zimning xizmatimni upakovka qilib, mana shu xizmatimni sotishni boshlaganman. O'sha paytlar o'rtacha hisobda shu $1000dan, $800dan, $1,500dan mana shunaqa qilib turib xizmatimni sotardim va bitta paytda o'zida esimda 15 talab loyihalar bilan ishlaganman. Xullas, shunaqa qilib mana hozirgacha mana shu sohada faoliyat yuritib kelamiz. Hozirgacha shu yuzlab insonlarga dars o'tdim. Orada har xil o'quv markazlarida, universitetlarda ham shu mehmon spiker qilib meni chaqirishadi. O'zimni tajribamni, bilimlarimni boshqalarga ulashishga harakat qilaman. Aynan hozirgi vaqtda esa men o'zimni loyihalarimdan tashqari yana bitta asosiy loyiham bor. Bu o'sha investitsiyalari $1 milliard ga yaqin, juda ham katta loyiha, ya'ni Narpay Holding tashkilotida ham o'zim digital marketing bo'lim boshliq sifatida ham faoliyat yuritaman. Mana siz ko'rishingiz mumkin. Aynan bu loyihamizga yaqinda prezidentimiz o'zlari ham qiziqib, o'zlarini e'tiborlari tushib ham aynan mana shu loyihamizga kelib ko'rib ketdilar. Xullas, mana shu loyihamizda ham men faoliyat yuritaman. Xullas, shunaqa mana hozirgi vaqtda biz har xil shaxsiy brend bo'yicha loyihalar oladigan bo'lsak, agar men o'zimni jamoamga oladigan bo'lsam, shu 3 oy muddatga shartnoma qilib olamiz va eng kamida $6,000 olamiz va agar shaxsan o'zim ishlaydigan bo'lsam, eng kamida $10,000 ga shartnoma qilib ishlab kelamiz. Xo'p, endi keling asosiy mavzuga o'tamiz. Xo'p, nimaga aynan hozir shaxsiy brend sohasini tanlashingiz kerak degan savolga javob topamiz. Xo'p, avval marketing evolyutsiyasini to'liq bilib olishingiz kerak. O'zi marketing nima o'zi? Shaxsiy brend o'zi nima o'zi? Keling siz bilan o'sha 20-asrning boshlariga qaytamiz-da. Mana tasavvur qiling, sizda shu 1900-yillarda ruchka ishlab chiqarish bo'yicha o'zi sizning zavodingiz bo'lganda, masalan. O'sha paytda mana bitta sizda shunaqa zavod bo'lganda, siz ruchka ishlab chiqaryapsiz. O'sha paytda nima bo'lgan? O'sha paytda marketing bu shunchaki ishlab chiqarishning o'zi bo'lgan. Ya'ni bitta sizda ruchka bor, siz ishlab chiqaryapsiz, sotuvlaringiz zo'r bo'lyapti. Bo'ldi. Sizni hammasi zo'r, sotuvlar zo'r ketyapti, marketing zo'r. Ya'ni marketing nima edi? Ishlab chiqarishning o'zi edi. Endi oradan 5-10 yil o'tyapti-da, sizga o'xshab ruchka ishlab chiqaradiganlar ko'payishni boshladi va sizda sotuvlar kamayishni boshladi. Endi marketingda yangi davr boshlandi. Bu nima? Sotuvchilar davri boshlandi. Ya'ni siz sotuvchi ishga oldingiz-da, endi sotish uchun ishlab chiqarishning o'zi yetarli bo'lmay qoldi. Sotuvchi sizga yordam berishni boshladi. O'sha paytda marketing bu sotuv edi. Ya'ni sotuvchi ishga olganingizdan keyin zo'r bo'lib ketdi. Bu narsani siz boshqa raqobatchilar ham ko'rdi-da, ular ham sotuvchilar ishga olishni boshladi. Va nima bo'ldi? Oradan vaqt o'tdi va sizda sotuvlaringiz yana tushib boshladi. Nima qildingiz? Keyin siz yaxshilab o'tirib o'ylayapsiz, to'xtadingiz, balki mijozlarni o'rganish kerakdir deyapsiz. Marketingda yangi davr boshlanyapti. Bu mijozlarni o'rganish davri, ya'ni bizlar tilda aytganda kazdev davri, tadqiqotlar davri, tahlil qilish davri, ya'ni mijozlarni o'rganish davri boshlandi. Va siz mana deylik borib o'z mijozingiz bilan bir gaplashyapsiz. Mana biz ruchka ishlab chiqaryapmiz, lekin nimaga olmayapsiz? Siz u aytayotdiki, sizni oldingi qora ruchkangiz menga yoqmayapti. Agar yoniga shu ko'k ruchka, yashil ruchka bo'lsa olardim deyapti. Siz o'ylaysiz, to'xtab tur. Demak, bundan keyin faqatgina qora emasdi, yashil va qizil ruchka ham ishlab chiqaraman deyapsiz. Yo'lga qo'ydingiz. Sizda sotuvlaringiz yana zo'r bo'lib ketdi. Ya'ni o'sha davrda marketing nima edi? Bu mijozlarni o'rganish edi. Bu narsani siz atrofingizdagilar ham ko'ryapti, ular ham qilishni boshladi. Ular ham mijozlarni o'rganishni boshladi. Va navbatdagi davrlar o'zgarib, mana oddiy misol 2015-yilga kirib, marketingning yangi davri boshlandi. Bu qanaqa davr? SMM davri boshlandi. Hamma bizneslar o'zini ijtimoiy tarmoqlarni yuritib SMM qilishni boshladi. O'sha davrda marketing nima edi? Bu SMM qilish edi. SMM qilishni o'zi sotuvlaringizni zo'r qilib berardi, o'shaning o'zi yetarli bo'lardi. Ya'ni hamma biznesda qilishni boshlagandan keyin nima bo'ldi? Yana vaqt o'tdi, 2020-yilga kirib keldi-da,
Hamma shaxsiy brend qilishni boshladi. Marketingda yangi davr boshlandi, bu shaxsiy brend qilish davri boshlandi. Va mana hozirgacha ham, ya'ni 2020-yildan beri hozirgacha ham shaxsiy brend qilish bu shu marketingda eng muhim davrlardan bittasi bo'lib turibdi. Ya'ni shuni o'zi sizni sotuvlaringizni juda katta oshirib beradigan darajada bo'lyapti. Ya'ni shunaqa qilib mana marketingning o'zini davrlari bor va mana shu davr o'zgarishi bilan marketing ham o'zgarib boradi. Mana hozirgi vaqtda marketing bu o'sha shaxsiy brend qilish bo'lib turibdi va bu narsa biznesga juda ham katta foyda keltiryapti. Va aynan hozirgi vaqtda shu shaxsiy brend mutaxassislari mana shu davrda yaxshigina pul ishlashyapti va yaxshigina ularni nima deydi hozir ularni gullagan davri xullas. Men o'zim ham shaxsiy brend mutaxassis bo'yicha xizmatimni ko'rsataman. Hozirgi vaqtda shaxsiy brend mutaxassislari juda ham kam, lekin bozorda talab bunga juda ham ko'p. Ya'ni marketing bu nima? O'sha mahsulotni ishlab chiqarishdan tortib to sotuvgacha bo'lgan hamma jarayonlar. Ya'ni hozirgi vaqtda asosiy marketing bu shaxsiy brend qilish bo'lib turibdi. Ya'ni siz mana bundan keyin marketing nimaligini bildingiz. Endi bemalol marketing nima degan savolga bemalol o'zingizni fikringizni ayta olasiz. O'zi shaxsiy brend o'zi bu nima bu va shaxsiy brend xizmatining ichiga nimalar kiradi? Tasavvur qiling mana. Deylik siz novvoysiz, masalan. Novvoysiz. Har kuni non yopasiz va sizni qishlog'ingizda, sizni shaharchingizda sizdagi novvoylar juda ham ko'p masalan, to'g'rimi? Hammasi bir xil. Endi mana siz shaxsiy brendingizni qilmoqchi bo'lsangiz nima qilasiz? O'zingizni Instagramingizni yuritishni boshlaysiz, YouTubeingizni yuritishni boshlaysiz. Mana oddiy misol, eng tez ko'tariladigan platformalardan bittasi bu Instagram bo'lgani uchun ham ko'pchilik shaxsiy brendini Instagramda boshlaydi. Nima qilasiz? Bugundan boshlab siz mana shu non bo'yicha, non mahsulotlari bo'yicha har xil qiziqarli ma'lumotlarni video qilib chiqarishni boshlaysiz va siz atrofingizdagi, sizni shaharingizdagi, atrofingizdagi insonlar siz videolaringizni ko'rishni boshlaydi va ular sizni yanada yaqinroqdan tanishni boshlaydi va sizni auditoriyangiz ko'payadi. Masalan, 100 ta obunachi, 1000 ta obunachi, 10 mingta, 100 mingta bo'lib obunachilaringiz ko'payishni boshlaydi va sizni tanib keladiganlar ko'payishni boshlaydi. Bu degani sizni shahringizdagi boshqa novvoylardan ko'ra odamlar sizga ko'proq keladi degani. Ya'ni sizni shaxsiy brendingiz kuchayapti degani. Aynan mana shu narsani, xizmatni biz boshqalarga ko'rsatamiz. Masalan, mana advokatlar bor, yuristlar bor, masalan, biznes egalari bor, o'qituvchilar bor. Mana shunaqa insonlarga biz ularni Instagramlarini yuritib, ularga obunachi yig'ib, kontentlarini qilib, zo'r prosmotrlar qilib, ularga sotuvlarni oshirishga yordam beramiz. Ya'ni qisqacha qilib aytganda, mana shu shaxsiy brend xizmati. Ya'ni agar siz mana shunaqa menga o'xshab shaxsiy brend mutaxassis bo'lib xizmatingizni ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, nima qilasiz? Mijozlaringizga obunachi yig'ib berasiz, maqsadli obunachi yig'ib berasiz, kontentlarini qilib berasiz, Instagramni yuritib berasiz. Va bu orqali ularning sotuvlar oshadi. Mana shu xizmat evaziga ular sizga pul beradi. Ya'ni hozirgi vaqtda o'rtacha O'zbekistonda shu xizmat narxi $1000 atrofida. Ya'ni bu siz endi darajangizga qarab, statusingizga qarab, bilimingizga qarab bu narx oshishi mumkin. Xo'p, o'z umuman hozirgi vaqtda O'zbekiston bozorida shaxsiy brend xizmatiga talab qanaqa deydigan bo'lsangiz, mana aniq statistikalardan ham ko'rishingiz mumkin. Mana har kuni qanaqadir firmalar ochiladi, har kuni bizneslar ochiladi, lekin mana shu bizneslarni deyarli juda ham ko'pchiligi ijtimoiy tarmoqda yo'q. Hattoki ular SMM ham qilmaydi, hattoki shaxsiy brend ham qilmaydi. Ya'ni lekin shaxsiy brend qiladigan mutaxassislar qo'l bilan lekin shaxsiy brend mutaxassislari mana shu xizmatni ko'rsatuvchilar O'zbekistonda barmoq bilan sanoqlicha. Lekin biznes egalari, tadbirkorlar juda ham ko'p. Ya'ni hozirgi vaqtda hali bozorda talab juda ham katta, lekin mana shu talabga taklif juda ham kam. Aynan hozirgi vaqtda siz mana shunaqaga kirsangiz, bemalol o'zingizni o'rningizni egallay olasiz. Xullas, hozirgi vaqtda 2026-yilda shaxsiy brend mutaxassisi bo'lish eng zo'r kasblardan bittasi. Chunki nimaga desangiz, oson va tez. Ya'ni siz eng muhim bilimlarni olsangiz, birinchi 30 kun ichida o'zingiz birinchi daromadingizni topsangiz bo'ladi. Undan tashqari zo'r networking imkoniyati. Ya'ni siz mana shu sababli katta tadbirkorlar bilan, mashhur insonlar bilan birga ishlashingiz mumkin. Ulardan ko'p narsalar o'rganishingiz mumkin. Undan tashqari istalgan joyda ishlay olasiz, masalan. Joyning ahamiyati yo'q, lokatsiyaning ahamiyati yo'q, vaqtning ahamiyati yo'q. Undan tashqari bu sizdan ko'p vaqt olmaydi. Masalan, o'rtacha holatda har bitta loyihangizga kuniga bir yarim soatcha yoki 1 soatcha vaqt ketishi mumkin. Juda ham ko'p vaqtingizni olmaydi. Undan tashqari bu sohada siz katta pul topishingiz mumkin va masshtablashish imkoniyati bor. Xo'p, bu bizning sohamizda kimlarga to'g'ri kelmaydi va sohaning qanaqa qiyinchiliklari bor? Men aytmayman, bu soha hammaga to'g'ri keladi, hamma qila oladi demayman, chunki sohamizda o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor, o'ziga yarasha minuslari bor. Xo'p, bu soha sizga to'g'ri kelmaydi agar siz stresslarga tayyor bo'lmaysiz. Masalan, bizning sohamizda endi biz katta insonlar bilan ishlaganimiz uchun, katta o'sha tadbirkorlar bilan ishlaganimiz uchun ham bizning sohada stresslar bo'ladi. Qanaqa mas'uliyat bor, katta mas'uliyat bor. Masalan, sizni kichkinagina xatoyingiz, uni shaxsiy brendiga qiladigan kichkina xatoyingiz bu katta muammo bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ham bu katta mas'uliyat, ularning statusini ushlashingiz kerak, ularni siz to'g'ri olib ketishingiz kerak. Aks holda bu sizga ertaga sizning ham statusingizga, sizning mijozingizning statusiga ham katta ta'sir qilishi mumkin. O'shaning uchun ham
stress katta bo'ladi, mas'uliyat katta bo'ladi va katta pul topishni xohlaganingizdan keyin bunda katta risk bor, katta mas'uliyat. Agar siz oldin faqatgina oddiy ishlarda ishlab, faqatgina oylikka ishlab yurgan bo'lsangiz, bu bizning soha bunaqa emas. Katta stress bo'ladi, chunki siz o'zingiz bitta o'zingiz alohida biznes bo'lasiz. Ya'ni siz ko'p pul topishingiz uchun ko'p ishlashingiz kerak. Hattoki ba'zida dam olmasdan ishlashingiz ham to'g'ri keladi. Masalan, yakshanba kunlari ham mana men o'zimda ham ko'pincha men dam olmayman. Har kun menga ish, uni dam olish kuni yo'q, lekin ba'zida bitta dam olsam, ko'p dam olaman, keyin yana ishga qaytaman. Ya'ni stress bor, ko'p charchoq bo'lishi mumkin, ko'p stress bo'lishi mumkin, katta mas'uliyat bo'lishi mumkin. Ya'ni xullas siz katta mehnatga, katta riskka, katta mas'uliyatga, katta qiyinchilikka tayyorman desangiz, bu soha sizga to'g'ri kelishi mumkin. Aks holda dangasaroq bo'lsangiz, erinchoqroq bo'lsangiz, bu soha sizga to'g'ri kelmaydi. Yaxshisi siz boshqa sohani tanlang. Bu soha siz uchun emas. Xo'p, endi keling siz bilan birinchi 10 oy ichida nimalar qilish kerakligini batafsil har bittasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni agar siz bugun mana shu sohaga kirib keladigan bo'lsangiz, har oyda nimalar qilishingiz kerak, qanaqa sizni yo'l xaritangiz bo'ladi va 0 dan to 3000 dollargacha. Xo'p, qanday boshladik? Xo'p, birinchi, ikkinchi, uchinchi oylarda men nimani tavsiya qilaman? Har doim birinchi o'rinda siz fundamental va kuchli bilimlarni olishingiz kerak. Ya'ni shu umumiy marketing bo'yicha, shaxsiy brend bo'yicha fundamental darajada o'rganib olishingiz kerak. Ya'ni hammasini bazaviy darajada o'rganib oling. O'zi nima o'zi, qanaqa ishlaydi o'zi, nima ish qilish kerak o'zi, qanaqa xizmat ko'rsatiladi o'zi, mijozlar bilan qanaqa ishlanadi o'zi, hammasini to'liq o'rganib oling. Undan tashqari shu eng muhim nyuanslar, ya'ni eng muhim qiyinchiliklari, plyus tomonlari, minus tomonlari hammasini o'rganib olishingiz kerak. Iloji boricha mana shu birinchi 3 oy ichida qanaqadir tajriba uchun ham qanaqadir kichik loyiha olsangiz yoki mana shu qanaqadir ustozingiz bo'lsa va boshqa bir jamoani loyihasida ishtirok etsangiz ham sizga juda ham katta bu tajriba beradi. Chunki haqiqiy loyiha bilan olingan bilim o'rtasida ham katta farq bo'ladi. O'sha olingan bilimingiz tajriba qilganingizda sizda sinib ketadi. Xo'p, mana birinchi 3 oyda siz bilimingizni yaxshi qildingiz, zo'r qildingiz va keyingi 3 oyda men nima tavsiya qilaman? Har doim hamma shogirdlarimga nima qilishingiz kerak? Bir dona o'zingizga shaxsiy loyiha olasizda, mana shu loyihani zo'r qilib natijaga olib chiqasiz. Odatda, biron bir loyihada yaxshigina ko'zga ko'rinarli natija qilish uchun 3 oy vaqt yetarli bo'ladi. Mana shu keyingi 3 oy ichida 4-chi, 5-chi, 6-chi oylarda bor fokusingizni bitta loyihaga qarating. Bir dona 5 ta emas, 10 ta emas, bitta loyiha olasiz. O'zingizga qiziq sohada, o'zingiz ko'proq biladigan sohada bitta loyiha olasizda, mana shu loyihada rezultatni zo'r qilasiz. Ya'ni mana shu loyihangizda imkon boricha maksimum ko'proq obunachi yig'ib berasiz. Kontentlarni zo'r qilasiz, sifatli qilasiz, yaxshi kontentlar qilasiz, unga mijoz olib keladigan kontentlar qilasiz, o'sha mijozni rozi qilib zo'r natija qilib berasiz. Faqat bir dona chalg'imang va zo'r natija qiling. Hattoki bu loyihangiz balki bepul bo'lishi ham mumkin, balki juda ham arzon narxda bo'lishi ham mumkin. Bu nima uchun? Bu loyihangiz keyingi loyihalaringiz uchun case bo'lish uchun, ya'ni natija bo'lish uchun. Keyingi loyihalaringiz aynan mana shu loyihani ortidan kelishi uchun. Shuning uchun chalg'iming, bitta loyihani 4-chi, 5-chi, 6-chi oy, ya'ni 3 oy ichida bitta loyihani zo'r qilib natijaga olib chiqasiz. Ana endi natija qilganingizdan keyin keyingi davr boshlanadi. Bu nima? 7-chi oyda nima qilasiz? O'zingizga endi kichkinagina bitta jamoa qilasiz. Ya'ni jamoa qilishdan oldin o'sha haligi bitta loyihangizni natijaga olib chiqayotganingizda hamma ishni o'zingiz qilgan bo'lishingiz mumkin. Videosini ham o'zingiz olasiz, masalan, o'zingiz montaj qilasiz, o'zingiz Instagramga yuritasiz, hammasini. Muhimi natija edi. Sizda o'xshadi, hammasi zo'r bo'ldi. Endi keyingi etap qanaqa? Endi siz mana shu natijangiz bilan birga endi siz kengayishingiz kerak. Bunga sizga kichkina jamoa kerak bo'ladi. Ya'ni o'zingizga bitta yordamchi, qanaqadir shu assistent olasiz. U sizga yordam beradi va o'zingizga kichkina bir media jamoa shakllantiring. O'sha video operator, mobilograf bo'lishi mumkin, montajyor, ssenarist bo'lishi mumkin, hokazo. Ya'ni bitta odam olib qo'yasiz. Hattoki ular siz bilan masofadan ishlashi ham mumkin. Xullas, mana shu kichkina jamoani qurib olganingizdan keyin sizni men tabriklayman. Mana shu 1 oy ichida mana shu narsalarni qilganingizdan keyin siz endi kengayish harakatini qilasiz. Nima qilasiz? 8-chi, 9-chi, 10-chi oylarda, ya'ni keyingi 3 oy ichida bitta zo'r natijangizni case qilasizda, yangi loyihalar olishni boshlaysiz. Ya'ni sotuv bilan jiddiy shug'ullanasiz. Chunki sizda o'sha natija bor, sizda case bor. Mana shu case bilan bemalol siz yangi loyihalar olsangiz bo'ladi. Xo'p, agar siz o'sha natijangizni case qilib 1000 va 1,5 mingdan loyihalar olsangiz, eng kamida 3 ta loyiha olsangiz ham sizda umumiy hisobda 3000 va 4,5 ming orasida daromadga chiqqan bo'lasiz. Ya'ni bu siz uchun umumiy 10 oylik strategiya edi. Ya'ni xulosa qiladigan bo'lsak, birinchi 3 oyda nima qilasiz? Bor fokusingizni bilim olishga qaratasiz. Kuchli o'yin ustida ishlaysiz. Sohani hamma plyus minus tomonini o'rganib olasiz.
Keyingi 3 oyda nima qilasiz? Bitta loyiha olasiz, fokus qaratib o'sha loyihada zo'r qilib natijaga olib chiqasiz. Natija nima bo'lishi mumkin? 30 mingta obunachi yig'ib berish bo'lishi mumkin. 50 mingta obunachi yiqqan bo'lishingiz mumkin yoki kontentlarini zo'r qilib bergan bo'lishingiz mumkin. Million prosmotrlar qilib, unga kerakli auditoriya yig'ib, u mijozingizni, sotuvlarni oshirib bergan bo'lishingiz mumkin. Bu sizning natijangiz. Bo'ldi. 3 oyda shunaqa, endi keyingi 1 oyda nima qiling? O'zingiz kichkina bir jamoatcha quringda, keyingi 3 oyda bor fokusingizni keyingi ishga qarating. O'sha natijangizni keys qilib ko'proq sotuvlar qiling. Bu siz mana shu 10 oy ichida agar xuddi mana shu strategiya bo'yicha ketadigan bo'lsangiz, xudo xolasa bemalol 3000-4000 dollar daromadga chiqa olishingiz mumkin. Xo'p, agar siz shu yuqorida men sizga o'rgatgan shu 10 oylik strategiya bo'yicha ketayotgan bo'lsangiz, endi mijozlar topish joyiga kelgan bo'lsangiz, sizda natija bor va mijozlaringizni ko'paytirishingiz kerak, to'g'rimi? Nima qilishingiz kerak? Xo'p, men o'zim qanaqa qilib menga doim mijozlar kelib turadi, mana shu ishlayotgan texnikani sizga o'rgataman. Nima qilishingiz kerak? Xo'p, qisqa javobi, sizda natija bor, keys bor, to'g'rimi? Bor, bo'ldi. Endi nima qilish kerak? Mana shu keysni doim reklama qilish kerak-da, mijozlarni jalb qilish kerak. Juda ham oddiy. Ya'ni masalan mana YouTube'dagi kanalimga kirsangiz, menda ikkita videoyim bor masalan mana shu ikkita videoyim ham oxirida men so'rovnoma qoldirganman. Mana shu videoni odam ko'rgandan keyin oxirida menga ariza qoldirishi mumkin. Ya'ni, masalan, mana shu birinchi darsda men qanaqa qilib shaxsiy brend qurish haqida 1 soatlik dars o'rgatganman va o'zimni bilimimni isbotlaganman va oxirida ariza qoldirganman. Agar siz ham mabodo men bilan birga ishlamoqchi bo'lsangiz yoki menda o'rganmoqchi bo'lsangiz, ariza qoldiring deganman. Yoki men ikkinchi videoda men 2 oy ichida mijozimizdan 0 dan 50 ming obunachini qanaqa qilib yiqqanimizni to'liq razbor qilib isbotlab berganman. Ya'ni, mana shunaqa narsa qilsa bo'ladi deb to'liq o'rgatganman. Va bu videoni ham oxirida agar men bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, ariza qoldiring deganman. Ya'ni men o'zimni natijamni reklama qilganman. Va mana shu ikkita video darsga ham men Instagram orqali odamlarni olib o'tganman. Masalan, target yoqishingiz mumkin, o'zingiz blogingiz orqali olib o'tishingiz mumkin. Farqi yo'q. Xullas, men shunaqa qilib menga doim mana shular orqali menga lead tushib turadi. Ya'ni men bilan ishlamoqchi bo'layotgan mijozlarning arizalari menga har kuni deyarli tushib turadi. Eng muhim narsa bu yerda sizda shu ko'rsatsa bo'ladigan case bo'lishi, natija bo'lsa. Sizda bitta natija bormi, bo'ldi. Siz bundan buyog'iga bemalol mijoz jalb qilish haqida o'ylamasangiz ham bo'ladi. Doim sizga har kuni mijoz kelib turadigan tizim qilsangiz bo'ladi. Xo'p, mana siz o'rgandingiz, sizda natija bor, siz endi mijozlarni jalb qilyapsiz, to'g'rimi? Endi qanaqa qilib endi xizmatingiz narxini oshirishingiz kerak? Qanaqa qilib endi qimmat sotishingiz kerak? Hozir mana shu joyda ham o'zimni shaxsiy tajribamdan kelib chiqqan 7 ta eng muhim qoidani o'rgataman. Mana shularga siz ham amal qiling, xudo xolasa sizda ham yaxshi natija beradi. Xo'p, nimalar qilish kerak? Qimmatga sotishning eng muhim 7 ta qoidalari. Birinchisi, imkon boricha shaxsiy brendingiz ustida ishlang. O'zingizga ko'proq auditoriya yig'ing. Masalan, shaxsan o'zimni shaxsiy akkauntimda 200 mingta auditoriyam bor, yana qo'shimcha akkauntim bor. U yerda ham 600 mingga yaqin, umumiy hisobda 800 mingga yaqin o'zimning auditoriyam bor. Ya'ni sizda auditoriya bo'lishi hozirgi vaqtdagi eng qimmatli resurslardan bittasi. Imkon boricha birinchi mijozlardan ham ko'ra o'zingiz auditoriyangizni ko'proq mehr bering shunga, shu narsani ustida ishlang. Bu sizga ertaga yaqin kelajakda juda ham katta sizga foyda keltiradi. Ya'ni sizni statusingiz oshadi, sizni hurmatingiz oshadi va insonlar orasida sizga ishonchingiz oshadi. Shaxsan mana shu narsa menga juda ham katta yordam bergan. Iloji boricha bugundan ham o'zingiz blogingizni boshlab, ishonchingiz ustida ishlang, shaxsiy brendingizni quring. Ikkinchisi, kuchli ustozlar toping. Agar sizda mana qarang, bilimingiz yaxshi bo'lsa ham boru, ishonadigan ustozingiz bo'lmasa boru, sotayotganda sizda duh bo'lmaydi. Masalan, men shaxsan o'zim deyarli har oy yangi kursda o'qiyman. Har oy deyarli 2021-yil o'sha jiddiy shu soha bilan shug'ullanish boshlagan bo'lsam, hozirgacha ishoning juda ham ko'p kursda olganman. Mana yaqindan 2-3 kun oldin ham bitta shu chet ellik hamkasbimiz kursini oldim. $1000 kursini. Nima uchun bu narsa? Menda duh paydo bo'lishi uchun. Men bilamanki, mana chet eldagilarning ham bilimi menda bor, o'zimning ham bilimim bor, mana chet ellik hamkasblarimning ham bilimi bor. Men ustozlarim xalqaro darajada ustozlar bo'lgani uchun ham men bilamanki, menda duh baland. Har qanaqa loyiha kelsa, menda duh bor. Mana bilim yetadi, menga farqi yo'q. Men istalgan loyiha bo'lsa, men bemalol fikrimni bildira olaman, bemalol ishlay olaman degan menda duh bor. Ya'ni siz tepangizda ustozingiz bo'lsa, yaxshi kursda o'qigan bo'lsangiz, tepangizda nazorat qiladigan, ishonadigan odamingiz bo'lsa, bor duh baland bo'ladi. Hech narsadan qo'rqmaysiz. Masalan, men o'zim hech narsadan qo'rqmayman. Chet ellik loyiha bo'ladimi, O'zbekistondagi loyiha bo'ladimi, qanaqa soha bo'lishi qat'iy nazar qo'rqmayman. Chunki menda duh bor, menda bilim bor, menda ustozlarim bor. Ya'ni mana shu narsa ham sizga sotib qo'yotganingizda foyda beradi. Sizda yaxshi, ishonchli, kuchli ustozlar bo'lgani uchun siz bemalol qimmat narx ayta olasiz. Undan tashqari, kuchli natijalar qiling. Bu eng muhimi. Sizda natija bo'lmas ekan, siz rivojlana olmaysiz, natija bo'lmas ekan, siz qimmat sota olmaysiz. Kamida bir dona bo'lsin, zo'r bo'lsin, yorvoradigan natija qiling.
Bitta bo'lsin kamida bo'ldi. Keyingi siz уже bitta natija bo'lsa, siz keyingi darajaga chiqasiz уже. Bu narsani o'zi sizni umuman boshqa darajaga olib chiqadi. Xo'p, keyingisi xizmatni emas, natijani sotishga harakat qiling. Masalan, men sizga bir oyda 30 ta video qo'yib beraman, 15 ta reels qo'yib beraman emas, 3 oy siz bilan ishlasangiz nimalarga erishasiz? Aniq B tochkasi nima bo'ladi? Mana A tochkangiz nima, B tochkangiz nima? Unga aniq bitta natijani soting. Ya'ni jarayon emasdi, natijani soting unga. Ko'pgina shu yosh mutaxassislar qanaqa xato qiladi? Hamma sohada hamma bilan ishlab ketaveradi. Unaqa emas. Agar siz hamma sohada hamma bilan ishlab ketursangiz boru, sizda yaxshi natija bo'lmaydi. Mana hammani o'zini, mana hamma inson o'zini qaysi sohani yaxshi ko'radi, qaysi sferalarni yaxshiroq biladi. Mana masalan, mana ba'zi shogirdlarim mana faqatgina shu tibbiyot sohasida ishlaydi, chunki tibbiyot sohasini ular yaxshiroq biladi, zo'r natijalar qiladi. Kimdirlar masalan, faqatgina qanaqadir bir o'qituvchilar bilan ishlaydi. Nimaga? O'qituvchilar sohasini ular zo'r biladi, o'shaning uchun. Ya'ni siz ham o'zingizni kuchli tomoningiz bor bo'lgan sohadagi mijozlar bilan ishlasangiz, sizda natijalar zo'r bo'ladi. Masalan, agar hozir men sizga siz yaxshi bilmaydigan sohandagi mijoz berib qo'ysamda, siz unda natija qila olmasangiz, sizga bu 2x, sizga bu qimmatga tushadi. Nimaga? Sizda o'sha reputatsiya tushadi, sizda ishonchsizlik paydo bo'ladi. O'shaning uchun ham keraksiz insonlarga va keraksiz loyihalarni rad qilishni o'rganish kerak. Yo'q, men bu loyihada ishlay olmayman. Menga emas bu narsa. Bu bo'yicha men bilamasda, palonchini oldiga boring deyishni bilish kerak. Mijoz tanlashni o'rganish kerak. Masalan, menda shunaqa holatlar bo'ladi, mana mijozga keladi, men olmayman. Aka, uzr deyman, men siz bilan ishlay olmayman. Men bunaqa loyihadan ko'zim yetmayapti deyman. Borini aytaman, tan olaman. Men hammasidan men zo'r qilaman emas, men tan olaman. Men bu sohada ishlamaganman, to'g'risi. Oldin bu bo'yicha mening tajribam yo'q. Menga bu sohada men emasdi, keling, palonchi tanishimga boring, u shu sohada ishlagan deb aytaman. Ya'ni o'zingizni kuchli tomoningizni, kuchli anaqangizni bilib olib turib, faqatgina mashinga urg'u qaratsangiz, shunda natijasiz bo'lib qolmaysiz. Undan keyingi eng muhimi bu sotuvchi emas, maslahatchi bo'ling. Mijoz o'zi sotib olishni iltimos qilsin. Men mana har doim qanaqadir shu tadbirkorlar bilan, mutaxassislar bilan shu переговор qilishga borsam, nima qilaman? Sotish harakat qilmayman. Aslo. Faqatgina unga shu muammosini o'ziga ochib berib, yordam berib, konsultatsiya berib, tavsiyalar beraman-da, o'zi yetadi. Xo'p, aka, men bildim. Xo'p, mayli. Siz bilan ishlasam nechchi bo'ladi deb o'zlari aytishadi. Men hech qachon sotish harakat qilmayman. Hattoki shu men nima ish qiladigan bo'lsam, hammasini yozib, chizib, aka, mana 3 oyda men bu narsani qiling deb o'zi qo'liga beraman-da, o'zi so'raydi. Aka, xo'p, nechchi bo'ladi siz bilan ishlasam? Qanaqa bo'ladi deb o'zi so'rashni boshlaydi. Agar siz o'sha odamga sotuvchi emas, maslahatchi bo'lib, uni bilan qarama-qarshi emas, uni yoniga o'tib olib turib unga maslahat bersangiz, u odamga siz qimmatroq va ishonchli sotishingiz mumkin. Bu eng muhim qoidalardan bittasi. Hech qachon sotishga harakat qilmang, maslahatchi bo'ling. Bu eng oltin qoida. Xo'p, undan keyin eng oxirgisi va eng muhimi bu yo'q deyishni o'rganing. Sizni o'zingizga yarasha qadriyatlaringiz bo'lsin, o'zingizga yarasha sizning talablaringiz bo'lsin. Sifatli xizmat, sifatli mahsulot, sifatli produktni o'zini yo'q deydigan tomonlari bo'ladi masalan. Sizdan mana u mijoz chegirma so'rashi mumkin, nimadirlar so'rashi mumkin, o'zi tomonga og'dirishi mumkin. Kerakli paytda yo'q, akajon, opajon, uzr, mana bu qadriyatimga to'g'ri kelmaydi, meni xizmatim mana shunaqa, mana shu bo'yicha qoladi. Men mana shu narsani qilsam rezultat bo'ladi. Agar siz bunga qarshi chiqsangiz, men buni o'zgartiradigan bo'lsam, buni o'zgartiradigan bo'lsam, rezultat bo'lmaydi. Yo'q deyishni o'rganish kerak. O'zingizni aniq shaxsiy prinsiplaringizni qattiq turib oling. Chunki faqatgina mana shunda sizda zo'r natija bo'ladi. Yo'q deyishni o'rganish kerak. Xullas, mana shu 7 ta qoidadan foydalaning, xudo xolasa sizga ham yaxshigina foyda bo'ladi. Xo'p, endi sizda savollar paydo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Masalan, siz ham balki mana shu sohaga qiziqayotgan bo'lishingiz mumkin yoki mana shu sohada yurib, keyingi darajaga chiqayotgan bo'lishingiz mumkin. Xo'p, o'zi menda qanaqa o'zi men natijaga erishdim o'zi? Nima bo'ldi o'zi menda? Qarang, men o'zim to'g'risi unaqa boy oiladan emasman o'zi. Bu sohada men kirib kelgan paytim menda ustozlar bo'lmagan. Men o'zim self study qilib, o'zim noldan o'rganib yurganman-da. Lekin menda qachon o'sish bo'lgan, qachonki ustozlar topib, yaxshi kurslarda o'qib, o'zim tepamda yo'l yo'riq so'ragan ustozlar olganimdan keyin menda juda ham zo'r o'sishlar bo'lgan. 2021-yili men o'zim mana shu sohada birinchi kursimni olganman. U paytgacha men kurs olmaganman. 2021-yil men rossiyalik shu Instaboss degan bitta kursga qo'shilganman. O'sha paytda menda juda katta o'sish bo'lgan. O'sha kurs olganman, o'qiganman, juda katta o'sish bo'lgan, mijozlarimda, o'zimning xizmat narximda, daromadimda katta o'sish bo'lgan. O'shandan beri men deyarli har nechadir oyda yangi ustozlar topaman, bilimimni yangilab boraman. Har doim zamon bilan hamnafas yurmasangiz orqada qolib ketadi. Shuning uchun mana shu hozirgacha bo'lgan muvaffaqiyatlarimda albatta endi bu yerda ko'p faktorlar bor. Birinchi o'rinda ustoz, muhimi yaxshi niyat, ota-onangizni duosi. Mana qarang, eng qiziq narsa shuki, menda ota-onam hozirgacha ular meni nima ish qilishimni ham uncha yaxshi tushunmaydi.
Eng muhimi ularga siz rezultat bilan ko'rsatsangiz, masalan, sohingiz orqali qanaqadir daromad topib, ota-onangizga borib shuni bersangiz, ularni xursand qilsangiz, ular ham sizni, demak, o'g'lim, farzandim yaxshi sohada yurgan ekan deb ularda ham ishonch paydo bo'ladi. Eng muhimi shu. Eng muhimi ustoz topish kerak, ustozlarning duosini olish kerak. Ular bosib o'tgan yo'ldan siz tezroq borsangiz bo'ladi. Xullas, men ham sizga mana shu narsani tavsiya qilardim. Iloji boricha o'zingizga etagidan ushlaydigan, yaxshi tepingizni sizni nazorat qilib turadigan, kerak paytda shu nima deydi, urishib sizni rezultatga olib chiqadigan yaxshi ustoz topishingiz kerak. Xo'p, mana hozirgacha mana shu soha haqida mana ko'rdingiz, eshitdingiz, hamma ma'lumotlarni bildingiz, to'g'rimi? Mana shu sohada endi jiddiy ketaman, tezroq natijaga erishaman deydigan bo'lsangiz va keyingi 10 oyda men 3000 plyus daromadga chiqaman deydigan bo'lsangiz, menda sizga taklifim bor. Ya'ni, mana xudo xolasa yangi loyiham ochilyapti. Mana shu loyihamda siz o'qishingiz mumkin, menga shogird bo'lishingiz mumkin va meni o'quvchim bo'lishingiz mumkin va men sizni keyingi 10 oy ichida 0 dan 3000 plyusgacha olib chiqishga harakat qilaman. Ya'ni mana shu Monetize Bruno dasturimga sizni taklif qilaman. Xo'p, qarang, menda hozirgacha mana juda ham ko'p, bir 50 dan ortiq o'zimni har xil shogirdlarim bor-da, offline, onlayn shogirdlarim bor. Mana har bittasida har xil natijali bo'lgan. Siz ham mana shu shogirdlarimni biri bo'lishingiz mumkin va keyingi 10 oyi hayotingizni butunlay umuman keyingi darajaga olib chiqadigan va hayotingizni o'zgartirib yuboradigan davr qilishingiz mumkin. Xo'p, balki sizda qo'rqib bo'layotgan bo'lishi mumkin. Men sizni ham to'g'ri tushunaman, chunki men o'zim bu sohaga kirib kelayotganimda menda ham bo'lgan. Hozir mana menda o'xshaydimi o'zi, shuncha vaqtimni sarflasam, energiyamni sarflasam, resurslarimni sarflasam o'xshaydimi degan savollar paydo bo'lishi mumkin-da. Xo'p, siz xavotir olmasangiz bo'ladi, qo'rqmasangiz bo'ladi, chunki bizani mana shu Monetize dasturimizga agar siz qo'shilsangiz va mana shu dastur o'qiyotganingiz 2 hafta ichida bu soha, bu yo'nalish sizga mos emasligini bilsangiz, mana shu narsaga ishonch paydo qilsangiz, biz sizga plyusni 100% qaytarib beramiz. Ya'ni 2 hafta sizda sinov muddati bor. Bu soha hali sizga rostdan ham to'g'ri keladimi? Rostdan ham mana shu soha siznikimi? Bemalol anglab olishingizga sizga vaqt beriladi. Mabodo mana shu kursga qo'shilganingizdan keyin 2 haftada mos-masligini anglab yetib, sizga plyusni 100% qaytarib beramiz. Muammosi yo'q. Undan tashqari sizda yana bitta qo'rquv paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni, xo'p, mana 1 oylab, 2 oylab, 3 oylab shug'ullandim, lekin menda bu soha o'xshamasa, loyiha ola olmasam, daromad qila olmasam nima bo'ladi deyishingiz mumkin. Sizga yana bitta kafolat bor. Ya'ni 6 oy ichida agar daromadga umuman chiqmasangiz, o'sha kursga qo'shilgan va kursga qilgan to'lovingiz 100% qaytarib beriladi. 6 oy ichida agar biza aytgan har bitta narsani qilsangiz, bizlarning ko'rsatmalarimizni qilsangiz, lekin sizda umuman o'sish bo'lmasa, daromadingiz o'zgarmasa, daromadingiz oshmasa, kursga qilgan to'lovingiz ham 100% qaytarib beriladi. Balki masalan sizda to'lov bo'yicha muammo bo'lishi mumkin. Masalan, to'lashga pulim yo'q deydigan bo'lsangiz, bizda bo'lib to'lash imkoniyatlari ham bor. Ya'ni bemalol mana kursga qo'shilib, bo'lib bemalol to'lov qilishingiz mumkin. Masalan, men juda ham ko'p shogirdlarim oldingi kurslarimni o'zlari qo'shilib, kurs davomini o'zida yengil loyihalar olib, shu loyihalardan olgan pullaridan kurs to'lovlarini qilib ketishganda, ya'ni sizda mana shu imkoniyatlar bor. O'zim ham kurs davomida hammaga o'zi majburiy qilaman loyiha olishni. Ya'ni siz tepangizda turaman, loyiha olishingiz kerak. Sizni men majburlayman. Ya'ni shunaqa paytda ham siz bemalol loyiha olib ham to'lov qilishingiz mumkin. Bu tomondan xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Balki yana siz o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Meni hali yoshim to'g'ri kelarmikan o'zi, men bunga mosmanmi deyishingiz mumkin. Masalan, men hozirgacha o'zimni tajribamda eng yosh shogirdim 15 yoshdan to 35 yoshgacha bo'lgan shogirdlarim bor. Lekin men faqatgina agar siz 40 yosh bo'lsangiz yoki 38 yosh bo'lsangiz ham masalan sizga to'g'ri keladi, chunki hali bu soha zamonaviy kasb bo'lgani uchun ham hali unaqa yosh kattalar hali bu soha bilan shug'ullanmayapti. Asosan shu yoshlar shug'ullanadi. Ya'ni siz agar yosh bo'lsangiz ham yoki yoshingiz kattaroq bo'lsa ham muammosi yo'q, bemalol bu soha bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Xo'p, endi keling men sizga kursimiz haqida shu qisqacha ma'lumotlarni bersam. Xo'p, o'zi bu kurs 2 oy va 2,5 oygacha davom etishi mumkin. 10 ta moduldan iborat bo'ladi. Ya'ni shu shaxsiy brenddan tortib tosh oxirida sotuvlar qilgungacha har bitta modullar, har bitta mavzular bor. Siz to'laqonli shu mutaxassis bo'lib chiqib ketasiz. Undan tashqari shu barcha darslar maxsus platforma yuklangan bo'ladi va men va yordamchi ustozlar ham bo'ladi sizda. Siz tepangizda men bo'laman, mendan tashqari yordamchi ustozlar ham bo'ladi. Bemalol siz to'liq nazoratda bo'lasiz. Mana shu sohani to 0 dan to yaxshi mutaxassis bo'lgungacha o'rganasiz. Xo'p, undan tashqari bizda offline uchrashuvlar, offline darslar ham bor. Ya'ni faqatgina o'sha onlayn darslarni o'zi emasda, har hafta yig'ilish bo'ladi. Offline uchrashib, yuzma-yuz muammolarni ko'rib birgalikda savol-javoblar qilamiz. Shuningdek, sizda zo'r imkoniyatlar bor. Ya'ni bizning loyihalarimizda ishtirok etishingiz mumkin, bizning loyihalarimizda tajriba orttirishingiz mumkin va jamoamizga qo'shilish imkoniyati ham bor. Masalan, hozirgacha juda ham ko'p shogirdlarim o'zimni jamoamga qo'shilgan. Juda ham ko'p shogirdlarim 0 dan kelib, meni jamoamga qo'shilib, 3 oy, 6 oylab, 1 yillab ishlab, keyin o'zlari alohida chiqib ketishgan.
Ya'ni sizda mana shu imkoniyat ham bor. Agar o'zingiz ko'rsata olsangiz, yonib turgan inson, yonib turgan zo'r mutaxassis bo'lsangiz, biz sizni qo'yib yubormaymiz. Undan tashqari faqatgina mana kurs emas, balki kursimiz ichida ham 10 dan ortiq bonus kurslar bor. Masalan, sun'iy intellekt bo'yicha, marketing bo'yicha, sotuv bo'yicha hokazo 10 dan ortiq mana shu soha doirasidagi kuchli insonlarni bonus kurslari ham bor. Xullas, men sizga yana shu eslatib o'taman, sizda kafolat bor, qo'rqmang. Mabodo 2 hafta ichida bu soha sizga umuman mos kelmasligini, mana shu soha siz uchun emasligini bilsangiz, plyus 100% qaytarib beriladi. Mabodo 6 oy ichida umuman daromadga chiqmasangiz, daromadingizda o'sish bo'lmasa, o'zgarish bo'lmasa, o'sha gapim 100% plyus qaytarib beriladi. Xudo xolasa, bizning aytganlarimiz bo'yicha, bizning ko'rsatmalarimiz bo'yicha, bizning metodologiyamiz bo'yicha ketsangiz, xudo xolasa sizda yaxshigina o'sish bo'ladi. Chunki nima uchun? Men oldingi shogirdlarimning natijalarini qilib, hammasini holatlarni analiz qilib, men sizga shunaqa taklif beraman, shunaqa sizga natijani aytaman. Xullas, yaqinda boshlanadigan mana shu kursimizga siz ham qo'shilib, menga shogird bo'lib, meni yonimda birga men bilan birga o'smoqchi bo'lsangiz, keyingi darajaga chiqib, yaxshi kuchli mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsangiz, bu kursga qo'shilish uchun nima qilishingiz kerak? Mana shu videoni pastida link bor. Mana shu linkka kirasiz, so'rovnoma bor. Mana shu so'rovnomani to'ldirganingizdan keyin, xudo xolasa, 1-2 kun ichida sizga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotlar berib, agar mabodo siz bizga to'g'ri kelsangiz, sizni mana shu sohada yaxshi natijaga erishishingizga ishonchimiz komil bo'lsa, sizni mana shu kursga qo'shamiz va keyingi 10 oyingizni xudo xolasa meni nazoratim ostida o'tkazasiz va keyingi darajaga chiqishingizga yordam beraman. Xullas, mana shu videoni ostida link bor. Linkka kiring, ma'lumotlaringizni yozib qoldiring. 1-2 kun ichida o'qib chiqib sizga aloqaga chiqamiz. Xudo xolasa, sizni mana shu kursda ko'rganimdan men juda ham xursand bo'laman. Agar darsni mana shu joygacha kelgan bo'lsangiz, qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Xudo xolasa, sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar mabodo mana shu kursda sizni ko'rsam, juda ham xursand bo'laman. Kursda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.